Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomiz jo'jalar uchun bruder haqida bo'ladi. Xo'p, mana bu bruderimiz uzunligi 1,5 metr, 1,50 santimetr. Xo'p, eniga 60 santimetr, bo'yiga 70 qilib yasalgan. Xo'p. Bu bruderimiz issiqlikni o'zi ligrovka qiladi, ya'ni issiqlik oshib ketsa o'chadi, issiqlik tushib ketsa yonadi. Ligrovkasi bor. Termoregulyator qo'yilgan. W3001 yaxshi termoregulyatorlardan bu. Xo'p, ichiga keladigan bo'lsak, mana bu yerga oyna qo'ydim. Ya'ni issiqlik, ichkaridagi issiqlik chiqib ketmasligi uchun, ichkariga sovuq kirmasligi uchun. Hop, eshiklari cho'zgani qo'yamiz. Керамический lampa 100 wattlik. Mana bu yerda LED lampa. Bu yoritish uchun. Bu tarafiga ham qo'yilgan keramический lampa 100 wattligida. Issiqlik yaxshi ta'minlash uchun ikkita qo'yildi, ikki yonboshiga. Hop, mana bunisi termoregulyatorda datchigi. Shu orqali issiq, sovuqda signalini beradi termoregulyatorga. Faqat cho'chani bo'yiga moslab qo'yilgan. Shu yerdagi issiqlikni, shu baravar issiqlikni aniqlab beradi. Tagiga setka qo'yilgan. Setka ham kraska bo'lgan setkada. Izolyatsionni setka. Zanglamaslik uchun suv to'kilsa, axlat tushsa zanglamaydi. Xo'p, axlatni pastga tushadi. Xo'p. Bu yerga karmushka qilingan mana. Ko'ryapsizmi? Karmushka. Ya'ni axlatni pastga tushgandan so'ng shu karmushkaga tushadi. Undan olib tozalash uchun qulay. Shuning uchun shunaqa qiling. Bekitib qo'yamiz.